1.3 turbina motorli Monzani ko'rishga tayyormisizlar? Birinchi diskasidan boshlaymiz. Archa balonli, yaxshi diska balon taqib qo'yishdi. Mashinani holatini qaranglar. Polni black piano qilib qo'yishdi. Oq rangda mashinamiz 2022-yil ishlab chiqarilgan, yurgan probegi 38 ming. Mashinani bitta ko'ringlar. Tonirovka rassenasi 2 oy bo'lib olinganiga, tomlarni ham bor, qop-qora glansli qilib qo'yishdi. Hatto ruchkalarigacha. Qaranglar, spoilerlarni ham qop-qora qilib qo'yishdi. Oldindan mana ko'rsatib bering uzoqroqdan. Qalampirlarigacha taqib qo'yishdi mashinani. Mashinamiz bor, sizlar uchun polni mes ходовой qilib qo'yishdi. Zo'r yuribdi ekan. Mana shu joyda ozgina miyatina qilinadigan joy bor ekan. Qaranglar mana, ozgina. Bilinmas. Xullas salon qismini bitta ko'rib chiqamiz, kelinglar. Salonlari ham mana matoviy bo'lib turibdi. Mana olginu shundan mevorgin deb turibdim akam. Ha? Yoqqan bo'lsa, videoga bitta tirs bosib qo'ying. Xursand bo'lib qolamiz. Joninglar omon bo'lsin. 1.3 turbina bor-ku, primer kabi tortib qo'yadi. Bitta gazni bosib, zuf. Na metan, na propan hidini hidlamabdi. Mashinamiz oq rangda, lekin diskalari yarashibdi, haqiqatan bitta laykni ayamasdan bosib qo'ying endi. Menga ham yoqdi haqiqatan diskalar. Mashinamizning xo'p krilosi, bu yoq tarafi krilosi va kapotda kraskasi bor ekan. Ichiga o'tmagan ekan. Bu mashinamizni OLX avtosalonda ko'rdik. 17,5 ming, 18 ming dollar yozib qo'yilgan. 1.3 turbinasi, 1.5 atmosferniy bilan adashtirib qo'ymaysizlar. 15,300 dollarga qo'yib beramiz do'stlar. 15,300 ga 38 ming yurgan 2022-yilda ishlab chiqarilgan Monza. Bosinglar.